O'zgidromet jiddiy ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachalarini bosib qoldiring. O'zgidromet O'zbekistonda 14-aprel dushanba kuni ob-havo qanday bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 darajada, kunduzi 24-26 darajada iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-12 darajada, kunduzi 23-28 darajada iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 darajada, kunduzi 25-30 darajada iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi kunduzi 12-17 darajada, kunduzi 24-29 darajada iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15-17 darajada iliq, kunduzi 30-35 darajada iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 darajada, kunduzi 23-28 darajada iliq bo'ladi. Respublikaning tog'lar, tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqinlari hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 darajada, kunduzi 13-18 darajada iliq bo'ladi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.